kelibsiz. Ko'rinishdan ancha boy oilaga o'xshaysizlar. O'g'lim qizingizni yaxshi ko'rib qopti. Oyisi ham yo'q, ammasi, xolalari ham yo'q. O'shanga o'zim keldim. Meni taniyapsizmi? Yo'q, tanimadim. Bundan 14 yilmi, 15 yil oldin eslasangiz, aptekada menga dori olib bergansiz. Yo'q, qarzga bera olmayman. Men ham oylik ishlayman. Bermasangiz bo'lmaydi. Bolam ahvoli og'ir. Agar men shu dorilarni yetkazib olmasam, bolamdan ayrılishim mumkin ekan. Iltimos, bermasangiz bo'lmaydi. To'g'richining bera olmayman men ham. Nima bo'ldi? Aka tinchlikmi? Yig'lab chiqib ketyaptilar. Qizim o'lib qolishi mumkin deb dori so'rayaptilar. Hozir u dorilarning narxiga men 2 oyligim ham yetmaydi. Men o'zim ham oylik ishlayman, aka. Bo'l hamma aytgan dorilarni yig'ib bering. Sen ham to'xta. Rahmat, menga katta yordam berdingiz. Endi qanaqa qaytaraman bularni? Qaytarish shart emas, qizingiz tuzalib ketsa bo'ldi. Sog' bo'ling. Ha, esladim. Taqdir ekanda, men ko'rishmasak kerak deb o'yladim. Qarang, taqdiri qarang. Qizim yaxshi bo'lib ketdi, sog'lom bo'lib ketdi. Mana sharoitimizni ham ko'ryapsiz o'zingiz. Alloh beraman desa hech gap emas ekan. Endi bundoq qarasangiz, qizingizni o'zingiz davolagan ekansiz. Sizga bermasam kimga beraman? Hozir sharoitimiz ham jam unaqa zo'r emas. O'shanga qalam puli, nima qanaqa rasod o'shani aytsangiz, men o'shanga qarab harakat qilardim. Siz qalin pul to'g'risida o'ylamang. Siz to'laydigan pulingizni to'lab bo'lgan ekansiz. Sizni Alloh yetkazgan ekan menga. Endi qiz sizniki. To'yi siz qanaqa xohlasangiz shunaqa qilamiz.